أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Ali İmran'ның 26 oyatining tafsiriga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo ahli kitobni misol qilib turib, Allah tushirgan dastur, Allah'ның kalam ta'limotlarini hayotda tatbiqlashda hiyli ishlatadigan, uningdan o'zini qochiradigan, uni bir tarafga qayirib qo'yadigan, o'zgartiradigan qatorliq qilmishlarni so'zlab bo'lgandan keyin buningga qiyomat kunisi ig'ir jazo beriladiganligi bilan tahdid soldi. Tahdid sağandan keyin dunyodagi ahvolningmi, dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlarningmi, berilayotgan fursatlarningmi amaliyotda Allohning irodasi bilan bo'lganligi, Allohning bir qonuniyati, birovlarga berilgan imtiyoz, birovlarga berilgan maqom o'rin Allah'ның vaqtliq bir ish ekanligini, Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamga shunda duo qil degan shaklda bizga bildirib shunda deydi. Astag'firu billah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Oyatning mazmuniga kirishdan ilgari oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'tsak qarindoshlar. Peygamber aleyhisselam o şunda hitap kılıyordu. Ey Muhammed aleyhisselam siz şunda deng. Ey Allah. Ey mülüknün mu egisi? Mülük Arap tilde padişahlık, iqtidarçılık degan ma'noda. Bunun mu egisi? Yani iki xil mülük oldu hatta. Nispi dünyadaki insanlar özüge nispi bir vatkan mülük. Yani en çoğu devlet igilerden tatip, devlet çoğunlardan tatip, padişah aldığını tatip, en küçük muamelenin uyan maşınam diyen kadar bir mülük var, nispi mülük. Bunun hemisinden ilgisi Allah. Sen mülük ne? Halgan adamın gibirse, halgan adamından tartıp alırsa, tartıp ibaretine ait kattıqa ve tu'izzu men teşe ve bunun neticesi de halgan adamını aziz kılırsa ve halgan adamını har kılırsa. Her halda yaxşılık senin ilkinde, sen her nersige qadir. Ayetning tarjimasini qilib bo'ldik qarindoshlar. Biz oyatdagi har so'zni birdan ko'rib o'taylik. Malikal mulk. Bu oyatning tarjimada ancha-muncha qistirib o'tdim. Ikki ifoda qo'llanilgan malik al mulk arab tilida iqtidorchilikni ifodalaydigan mulk, milk, malakut deydigan so'z iboralar bor. Sura An'amning 75-oyatida mu va kazalika nuriya İbrahima malakutas samawati vel ard, osmon zaminning iqtidorchiligi, malakut ifodalanmoqlik. Bu yerdagi arab tilga munosabatlik bu so'zlarningki ifodalanmoqchi, masalan mulk, milk, malakut, bu haqda bak çoğunqur to'xtalmaymiz. Arabchaga oid, arabchaga munosabatli tadqiqotlarda. Ammo shuni deyish to'g'ri keladi. Mulk, mutlaq iqtidorchilik va nisbiy iqtidorchilik qiladi. Bizning insonlarning dunyoda erishayotganimiz har qancha cho'ng iqtidorchilik olib kelsin, davlat sohiblari o'li, masalan, hatto bir podshoh olsin, bir davlat mening mulkim deb qaraydigan, ularning hammasining mulki qanday mulk bu? Nisbi mülk. Muşunu davatıdı o ayette. Hazır okugan Sura An'amның 75-oyatidagi Malakutus semavat vel ard. Shuningdek biz İbrahimga osmon zaminning malakutini ko'rsatdik degani. Normalda insonning ko'zidan maxfi, bandalarning ko'zidan maxfi osmon zaminning iqtidorchiligini, yani Allohga oid iqtidorchiligini qanday qilyapti? Bu oyatda malakutni ifodalayapti. Hamda ilahi saha kelgan vaqtida Allah subhanahu va taolo shu dunyoda insonlar mulk deb ataydigan nisbiy mulklarning hammasining egisi Allah subhanahu va taolo. Bu shu demakki, dunyoda o'zgarayotgan har bir o'zgarish, bir toshning o'rnidan yo'tkilishi, kimlarning g'olab tushishi, kimlarning taxtga chiqishi, kimlarning bir narsaga erishishi, kimlarning bir narsani yo'qotib qo'yishining hammasi Allohning mulkida. Jamiyat bag'an sira
terbiyesizleşidi, yoldan çıkıdı. Allah subhanahu ve taala cemiyetini zalimlarning qo'liga tutqizdi. Herkes meselenin mahiyetini bular edib emas. Belki biz layoqatsizlashdik, Allah bizni tarbiyalash uchun zalim üstümüzge yıkıldı. Muşu noktakalımız yine kılıç gerek. Bir cemiyet, Müslüman cemiyeti, bir Müslüman devleti asli talep kılıngan vazifesinden şunda keyine çekiniyordu, vazifesini orunlamaydı, yoldan çıkıdı, özü vekillik kılıvatkan din yolga vekillik kılı salahiyeti yoktu, derhal bunun mülki zalimden birinin kulga elinirdi. Epperledi. Nima uchun? Chunki bunda vaqtda yaxshi odamlar ma jamiyatni yoki ma yo'ldan chiqqan bu davlatni o'xshamasligi mumkin. Chunki ular yo'ldan chiqib bir zolim holatiga keladi. Alloh bu zolimni jazolash uchun, bu yo'ldan chiqqanlarni jazolash uchun buning mulkini olib yana bir zolim tutqizadi. Sura An'am'ninki 129. ayette şunda bir ayet var. Dikkatimizni bek tatıdı bu ayet. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz zalimlarning ba'sini ega qo'yamiz, qilgan o'tkazgan jinoyat tufaylidir. Allohning deganini qilib, Allohning ta'limotini o'yib o'zimizning hayotida payg'ambar ko'rsatmasi bo'yicha ma'ndoq masala chiqmaydi. Belki cemiyetimiz bir zamanla terakki kılışı, bir zamanla sel turup kılışı. Ama yoldan şunda çıktık. Üzümüzge zulüm kıldık. Üzümüzün kimlikini, karakterini, menvatkan prensipimizni unuttuk. Şu haman bizning qo'limizdagi iqtidorchilik, huquq, zaman, saltanat zalimdan birga beriladi. Ma zalim bizni yillab tarbiyalaydi. Aslimizga qaytamiz. Bu yerda shunaqni chiqarmaslik, shuni demoqchiman oyatda. Dunyodagi bu vatqa ishlardan ümidsizlanmaslik kerak. Masalaning mohiyatini to'g'ri tushunish kerak. Yillab zolimning ostida qoldik. Yillab zolim bizga zulm qilyapti. O'tkazgan mutlaq bir tarixiy xatoligimiz bor. Milliy xatoligimiz bor. Devlet boyunca bir toplum boyunca ötküzgen bir hatalıkımız var. Eğir hatalık. Bu hatalıktan şu yıllar ötküzgen hatalıkımızdan şu yıllar terbiyelenmesi yanmaydıgan bir haletke düşüp kaldık. Çok başta bir iş var. Zalimni Allah subhanahu wa ta'ala bizge igi qilib üstümüzge koyup şu yıllar bizge sınıp ketken bu hatalıklarını, biz yoldan çıkıp ketken, ürlesin çıkıp ketken bu ahvalimizni şu zalim arkalık olmuşaydı. Mana bir gap var bizde tarqalgan. Allah nima uchun o'zining yaxshi bandalari ashta yo'ldan chiqib ketsa, xatolatsa, buni zolim orqali jazolaydi desa, xuddi padichi o'zining qo'ylarini qaytirib akilish uchun ish qo'yib yotganga o'xshaydi. Deydigan bir gap bor. Bu bir iş. İkinci iş, bir zalim var. Zalim degan nima desanlar, yo'ldan chiqib boshqalarning moddiy va ma'naviy haqqiga kirib, buni kechiruvsiz jinoyat o'tkazgan zalim bo'ladi. Endi bularni yaxshilar bilan qo'llan jazolasa, yaxshilik deganning bir prinsip o'lcham bo'ladi. Yaxshi insonlar haqancha chiqib ketsa, şu prinsip ölçemden artıq cazalayanmaydı. Yoki uni muomala qilishda o'ziga belgilangan adl va adolat prinsipidan ortiq qilmaydi. Bir chek bor. Ammo u zolimning tarixda qilib ketgan, eğer o'tkazib ketgan bir jinoyati bor. Bu jinoyatning jazosini yaxshilab bermaydi. Bu jinoyatning jazosini ashunga o'xshash, haddidan oshadigan, chekidan oshadigan yana bir zolim orqali ani jazolab, bu zalimning zulmü uğraşan mazlumlarninki vücudidagi qalbidagi jarohatning saqayishiga ma'lum darajada foydasi bo'ladi. Chunki yaxshi kishilar, adolatparvarlar intiqom, adolatning sirtida intiqomni olmaydi. Zalim ulug'i qilgan inson qalbidan chiqqan zulmni bular qilolmaydi. Buning bir cheki bor. Chunki yaxshilar, adolatparvarlar haq sahiplerining bir o'lchimi bo'ladi, bir prinsip bo'ladi. Bu prinsipdan chetnab chiqiladi. Cho'qim zolimning
Oş ötküzgen insan kalbinden çıkan bu kılmışıga aşınonga yarışa titiş üçün aşınonga okşaş yoldan çıkıdığan bir zalim ortaga çıktı. Allah bu şekilde meselelerini bir taraf kılır. Mana bir gap bor. Allah zalimni cezalashdan zalimni avatidi va u zalimni andan keyin qanday qildi? Jazolaydan zalim zimindagi Allohninki qamchisi yani adolati hisobda. Shunga oyatdan bizga chiqadigan bir eskartish shuki, bir mo'min bo'lib o'ylayman. Dunyoda bo'layotgan ishlar Allohning irodasiz bo'ldi. Asla o'ylab Zemindeki mülk Allah'ın. Kimle ele bağlan bolsa Allah'ın. Bizge nispeten 50 yıl, 100 yıl, bek çoğun vakit. Allah'ın nispeten hiç neyse. Bir milletin terbiyelenişi, bir ümmetinin kayıtı esli kiliş için az vakit bu. Bir milyatlık ümmet buzuldu degen gap, bir milyatlık ümmetin hemiz buzuldu degen gap hesapta. Gerçi yaxşı damla olsun mu? Yani bir milyatlık ümmetini qaytadan yaxshi holatiga, aslidagi muslih, solih holatiga qaytarish uchun vaqt ketadi. Bularga boshqalarning kimligini, zulm degan qanday narsa, yo'ldan chiqqanlik qanday bo'ladi, yo'ldan chiqsa qanday bo'ladi, qaysi ish yo'ldan chiqqan bo'ladi, shuning hammani tafsili Allah amaliy hayotimizda qanday qilib ko'z tutib qo'yadi. Mana bir hadis quddusi vaqtida Peygamber Aleyhisselam deydi. Allah Azze ve Celle kıyamet günüsü asmanını katlap 10 kulda tutudu. Deydi ki, men padişahı hazır. Zalimler kini, mütekebbirler kini, ziminini katlap sol kul tutudu. Deydi ki, men padişah, zalimler kini, mütekebbirler kini. Şun aşkı oylaş gerek. Müminin bir itikadı, mümin bulu sütüler oyladığım bir itikad ziminde. Nima ishlab ketsin? Dunyoda qanday ishlab ketsin? Qaysi bir davlatlar cho'ngib ketsin? Qaysi bir davlat zimindagi uniga ya buning hammasi Allohning ilmi ostida, irodasi ostida bo'layotgan ish. Allohning irodasini qisir qilsak bir ish yo'q. Bu demak shuki, masala senda o'zingni o'ngsha, mulklar hasan qaytib keladi. Faqat bo'layotgan ishlar bizni tarbiyalayotdi. Biz ümmetni terbiyelayotib, o'ngshayotdi. Biz qachon o'ngshulib, ma terbiye, bir qatimliq terbiye kursimiz deb turdi. Bir qatimliq tarbiyalash bosqichi bitib, biz mazmunda Allohga vakillik qilishga, Allohning manhajini, Allohning dinini atmashga salohiyatimiz to'shqan kunisi u bek oson. Bu bir mesele. Kulillahumma malikel mulkideki malikel mulkidin çıkıdığan bir mezmun. Davam kıldı kardeşler. Ondan başka ayetteki kulillahumma Allahumma degen sözge keleyli. Tercüme kılgan vakitte den Muhammed Aleyhisselam. Allah da tercüme kıldık. Allahumma'nın manası biz dualarımızdan işletimiz. Allah degen manada. Arap dili ügengelle bilidi bunu. Arap lagımı aydın. Arap dilde muşunundan başka bu şekilde nida hitap şekli yok. Allah diyor Allahümme şekli birden bir Allah'ı yalğız işletildiğin nida hitap kılış şekli. Bunun özümü Kur'an-ı Kerim'nin bir mucizlikinin bir tarafı. Yani bir tarafı Allah'ı hitap kılıp nida kılgan vaxtdaki yeni bir telaffuz ya Allah telaffuzi. Arap tili o'qiganlar bir ozroq qistirib o'tayli. Normalda insonlar o'zaro birisi-birisiga xitob qilmoqchi bo'lsa arab tilining qoidasi bo'yicha so'z alif lamliq Allohga o'xshash so'z bo'lib qolsa, shu ya bilan shu so'zning o'tirig'iga bir qo'shimcha qo'shiladi. Masalan, ya ayyuhar rajul, ya ayyatuhal mar'a degandek bir qo'shimcha qo'shiladi. Ammo bir tek Allohning ismining ustiga ya bevosita keladi. Bu mu Arap dilinin asli qoidasidagidan g'ayri bir shaklda qo'llanish. Arablar eng pasi hadam turib mushu gapga diqqat qilmay mushuni qanaqa qabul qiliqliq, burun tatib tabiiy qabul qiliqliq. Bu mu Allohning ismining o'zguchiligining bir mo'jizlik tarafi. Hatto Payg'ambar alayhissalom boshqalar chaqirgan vaqtda ya nabiy demaydi.
Ya eyyuhan nabiy, ya eyyuhar rasul deydi. Ya ki ya Resulallah. Her gün bir elif lam bilen başlandıgan sözünün aldığı ya bivasıta gelmeydi. Ama ya Allah'a bivasıta kelip muş bir lam söz muş şekilde kullanıldı. Öz vaqtdagi Arab müşriklerin bu pete kullandığı hech qaysi g'arib asli qoida bo'yicha unda kelmaydi. Lekin g'arib tuyulmasdan muş şekilde umumlaştı. Bunun o'zi Allohning ismining xitob shakllari boshqa hech qanday ism bilan o'xshamaydigan bir shaklda umumlashganlikdan iborat bir mo'jizani bizga ko'rsatib beradi. Tamam, bu yerdan o'tdik. Yani Malikel Mulk bunun şu ma'nidagi oyatlar Qur'oni Karimda intayin ko'p. Allah subhanahu wa ta'ala yalğız mülk egisi. Mülkni ega deganlikning o'zi xalqalarga berib xalqalardan oladi degandek bir ifoda mazmun chiqadi shu Malikel Mulkning o'zidan. Masalan, Sura G'ofirninki 15-16 oyatdami Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'un limanil mulkul yawm qiyomat kunida Allohga hech narsa maxfiy qolmaydi. Qiyomat kunida hammasi o'rtaga chiqadi, hammadan o'rtaga chiqadi. Limanil mulkul yawm. Bu kunda mulk kimning? Lillahil vahidil qahhar. Qiyomat kunisining ifodasi. Ammo oyatdagi Malikel Mulkning Malik endi yana men arab til tadqiqotiga kirsam, qarindoshlar arab til bilmaydigan qarindoshlarimiz bo'lg'achqa bu yerda bir elishish sizbamizning emaslarga yuzaki ismi tushunadigan ifodalangan ma'nosini deb qo'y. Malikel Mulkniki arab tilidagi qurilmasidan chiqadigan ma'no hech qachon hech qanday bir mulk Allohning ilkidan chiqib ketmadi. Allah yolg'iz hech qachon hech qanday bir tasarruf Allohning mulkidan chiqib o'zgarmaydi. Bir odamning bir narsaga erishishi, birovning bir davlatlarni egallab olishi, birovlarning taxtdan birovlarning chiqish qatorliq mulk deb qaraladigan bütün ishlar Allohning ilki degan bir ma'noni Malikel Mulki degan so'zning arabchadagi qurilmasi normal qana qiladi, ifodalaydi. Mushu ma'noni oyatning keyinidagi tarafi ham ifodalaydi-ki, oyatning keyinida nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka liman tasha. Mulkni xohlagan odamga birsa, xohlagan odamdan qanaqa bo'lsa, elolsa. Endi bu oyatning bu shaklda kelishi qarindoshlar. Ilgirki oyatlarda ahli kitob Allohning buyruqlarini, ahkomlarini tatbiqlashdan o'zini qochuvdi. Har xil bahona sabablarini ko'rsatdi darsimizning boshida degandek. Bir turib biz degan Allohning bolalari, Allohning do'stlari, Alloh o'zining do'stlarini azoblamaydi. Do'zaxga kirmaymiz. Kirib qolsak shuncha kun o't bizni to'liq ko'ydamaydi. Shunda bir tegib o'tib ketadi. Amaliyotda bu Alloh subhanahu va taolaninki zimindagi bandalariga, inson bandalariga bergan bir lutfi. Ya'ni insonning boshqa hech qanday maxluqning tanlash ixtiyori yo'q zaminda. Diqqat qilsak bu taraf qarab baqsak, insonning bir tanlash ixtiyorligi bor. Ya'ni a yo'lda mangsangmi ixtiyor, ma yo'ldan mangsangmi ixtiyor. Ammo ma yo'l sening Alloh mazmunga yaratilishda, sening Alloh mazmunga yaratilishda sana mangsun deb belgilab bergan yo'l. Ma yo'l o boshqa yo'l, ammo buni mangsang bo'ladi, ya'ni. Senda shunday bir mengish imkoniyating bor, ya'ni tanlash ixtiyorliging bor. Ya Allohning hukmini tanla, ya o'zingning xohishining keyniga ergash ixtiyorlik degan bir lutf bor Allohning, bir marhamati bor. Endi ahli kitob va ahli kitobning keyniga kelgan biz, ya'ni biz musulmonlar mushu xil tanlashning oldida ya u yo'lni tanlaymiz yoki bu yo'lni tanlaymiz. Oldingi oyatlarda dal ahli kitobningki xohishining keyniga ergashib, o'zini Allohning ta'limotlaridan qochirib, buningga har xil aqmas bahonalarni ko'rsatganlik oyat tilqadindi ya. Buningga qiyomat kuni beriladigan bir tahdid keldi ya. Andikin dunyodagi bularning ba'zi ishlarining qamlashganini ko'rib, bularning g'ururlanish ehtimoli bo'lg'achqa keyindan kelgan oyat dunyodagi Allohning prinsipini yo'ritib beradi. Dunyodagi Allohning prinsipi bu. Xayolingda men taraqqiy qilib ketdim. Dunyoda Yahudiyda pul anjiq masalan. Dunyodagi qudratli davlat deb qaralayotgan
burunqi va kona va bundan keyin o'zini dunyoning xo'jayini bo'lamiz deb o'rtaga chiqayotgan davlatlar. Bularning hammasiga Qur'on shuni deyotadiki, bu bir prinsip. Dunyoning qonuniyati shu. Mulk Allohning elkida. Alloh bir zaman birini chiqardi, bir zaman birini chiqardi. Yana bir zaman birini tushirdi. Tarix buning amaliy shahidi. Tarixda mutlaq davomlashgan hokimiyat yo'q, mutlaq davomlashgan insoniy kuch qudrat yo'q. Birisiga qudrat beradi, kuch qudrat beradi. U birlariga zulm qiladi, darrov yana birisiga qiladi. Uni tushiradi, u chiqadi, mashta shaklda bo'ladi. Yana shunday munosabatlik Payg'ambar alayhisolamning hayotida yuz bergan bir tarixdan birini olsak, Payg'ambar alayhisolamga butun raqib dushmanlari yopirilib keldi Ahzob kunida. Yahudlar Madinada shu vaqtda Rasulullohga suiqasd qilishidan. Hamda Rasululloh bu bir to'p kelgan, yopirilib kelgan dushmanlarning oldini olish uchun Salman al-Farisi radhiyallohu anhuning maslahati bilan Parislarning urush taktikasi olgan Xandak ko'lida at o'tolmaydigan darajada, atlas saklab o'tolmaydigan darajada bir o'rak ko'lida. Ana bu yerdan bir qisib o'tsam, kafir qilgan ishning hammasi tamoman rad qilinmaydi. Uning foydaliqlan bo'lsa, masalan, Parislar qilgan narsalar oldi ya, Rasululloh uni qanaqa qiladi, qabul qiladi. Undan boshqa bu Xandakni ko'lash jarayonida Rasulullohning xizmat taqsimoti va jamoiy shaklda, shaxs emas. Chunki shaxslar desak, ba'zilar kuchli, ba'zilar ojiz, ba'zilar timan, ba'zilar bunday keladi, zaif keladi. Bularda bu o'rtaq bir xizmatda bir bilik kishilarga yukinib qolsa bo'lmaydi bu cho'ng xizmat. Va buning ichida ba'zilarning ojizligi o'rtaga chiqsa bo'lmaydi, bir jamiyatning umumiy munosabati buziladi. Shunga bir top shaklda o'rinlashtirdi. Masalan, bir to'pga ma'lum vazifani aragandan keyin bu to'pning ichida ojizlar, kuchliklarni yepib ketadi endi, ya'ni. Bu shaklda o'rinlashtirildi, Rasululloh bu shaklda qildi ishlarni. Madinaning atrofidagi o'rak Xandak qo'llangan joylar biroz qattiq, masalan, qo'ram tashlar va qo'lmoq tasmishlar bir ahvollar bordi. Salman al-Farisi radhiyallohu anhu gruppa qo'lmoq cho'ng'ayada bir cho'ng qo'ram tash uchab qoldi. Bular har qancha qilib buni qana qilamadi, bitirib qilolmadi. Shundan bu gruppa Salman al-Farisi radhiyallohu anhu ni Rasulullohning qashiga avatdi. Ahvolni bayon qilib. Chunki ashta uchirgan masalalarda yuqoriga ma'lum qilish bu normal bir gruppa qonuniyati, dinning talabi. Rasululloh kelib shu vaqtdagi tash cho'qiydigan me'val deymiz, shuni elib, tash cho'qig'ini elib tashqa qattiq urdi. O chiqib ketdi tashdan. Rasulullohning mishad degan negizlik bir gap bor. Bizga asosiy bu temidan hozir qilgan oyatga munosabat tarafi mishad. Rasululloh tashqa chiqib ketgudek urib turib nim dedi? Allohu akbar. Shamdagi Busra qasrlari fath qilindi. Allohu akbar yana bir qitim urib. Rumdagi qizil qasrlar fath qilindi. Yana bir qitim qattiq urib. Allohu akbar. Yamandagi San'a qasrlari fath qilindi. Xuddi har o'g'a vaqtda Alloh kelgusida islom ummati fath qiladigan fathlardan Rasulullohga Alloh nimirayotgandek xabar berayotgandek. Endi mushu vaqadan keyin dushmanlarga, Qurayshlarga Rasulullohning mushu degan gaplar yetgandan keyin bular deydi: "Hey, sizlarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam Yamandagi San'a qasrlarini, Rumdagi qizil qasrlarni, Busraning qasrlarini va'da qilibdi. Ve sizlar bizga bir ro'bro chiqib urush qilishga jur'at qilmaysanlar, Xandak qo'lab, o'rak qo'lab. Bu qanday va'da bu?" Deydi, ham bir inkasni biladi ular. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo ma oyatni tushadiki, "Qulillahumma malikal mulk." Dunyoda bir qonuniyat bor. Shu qonuniyat bo'yicha mangadi. Bu qonuniyatning ustundagi prinsip nima bo'lsa, dunyodagi bu xil o'rinlashtirishlar. Kisra podshohligini bagini, Rumlarga Rum imperatorligini bagini, yana birisiga yana bir podshohlikni bagini Alloh. Halqa vaqtda Kisraning podshohlaridan imperatorlikni oladi, Rum podshohligidan imperatorlikni oladi, Yamanning podshohlaridan podshohlikni oladi, Muhammad alayhisalom. Halqa vaqtda. Ba'di tarix bunga shohid. Yahudlar Madinani egallab ketgan xalqdi. Bularning nupuzini oldi Rasulullohga ba'di.
Tu'til mulka men tasha. Oyat shu vaqtda tushyapti. Ve bugün gündüm şunu deyimiz ki bugün gündü dünyadaki umumiy güç tengpunluğunun urullaştırılışı Allah'ın iradesinden sırtqı iş emas. Allah terbiyelawatypdy bizni. Madem biz hazır olsak dünyada acizlarga zulüm qilgan şu zalimlarning hukmi, zalimlarningki huquqi bizga darrov şu hamon elinib biradi. Bu aniq bir masala. Hem de ayetdeki tenzi'ul mulka mimmen teşa'tiki tenzi'u degan pil bizim diqqatimizni tortadi. Tenzi'ul mulka mimmen teşa'tiki tenzi'u degan pil diqqatimizni tortadi. Naza'a degan nima bo'lsa bir narsani kuchab tortib elish naza'a bo'ladi. Bu nimani ifodalaydi desa, odatda mulk dunyoda ma'lum bir kishilarning manfaatiga kafolatli qiladigan holatga kelgan vaqtda zolimlashadi. Agar bir millat xalqqa xizmat qilsa, bir podshohlik, bir huquq xalqqa xizmat qilsa, u odillik qiladi. Ammo ma'lum bir guruh kishilarning manfaatiga kelgan vaqtda bu zolimlashadi. Mashta vaqtda ashu zolim diktator hokimiyat bilan manfaatni olganlar bu hokimiyatni yiqilmaslik uchun hokimiyatni yiqilmoq butun kuchini ishga soladi. Zot bermaydi buni. Bular barliq imkoniyatini ishga soladi. Buldun. Şu Allah aladıki xuddi bu buldun. Unumuz unumay. İslamasa çın tutmasa tatib olgandek bir xil nima ifoda. Bir xil ifoda. Odatda ko'p hollarda hokimiyat davomlashgan sari hokimiyat atrofidagi bir kishilar hokimiyatni o'zining o'ldi sifatida yeydigan, xalqni o'zining ishga qo'li sifatida ishlatadigan bir holat shakllanadi. Del mushta vaqtda Allah tatib oladi. Onun faqat belgisi yo'q, bu mana naza'a bo'ladi. Qattiq tatib olgan, ulug'ini bek ig'ir keladi bu. Umar radhiyallohu anhu'ningki mush bir hikoyasi bor. Sahobalar Umar radhiyallohu anhuga Allah saqlar, sizni o'qitib qolsak, sizning bolalarini, sizning o'g'llarga chiqarsak qanday bo'lar? O'zi qattiq taqvo degandan keyin Umar radhiyallohu anhu Ali Xattob oilasi, mening oilamdan bir odam qiyomat kunisi ummati Muhammadiyaning surqini basi yetarlik. Mao adolat hukmidagi, adolatning ifodasi. Ammo buning aksi taqdirda, yo'q buni qo'yatmasam bo'ldi. Mendan keyin balam bo'lsam bo'ldi yoki mening guruhim, mening part bu xil shakldagi ahvol dal zolimlikqa bordi. Shu vaqtda eng bular bermaydi, bermaslikka qattiq tirishchilik ko'rsatdi. Buldin ilmini tanzi'ul mulka qattiq chidimisan chidama har qancha cham ko'rsat evalima degan gap bu. Bu bir eskartish favqulodda. Undan keyin endi oyatning oxirisida va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha. Ash ilgirki oyatninki ichidan chiqadigan mazmun ayrim keldi oyat. Ya'ni nima desa, mulkni tatib olgandan keyin hokimiyat o'rildi degan gap miyada. Bir hokimiyatdan manfaatlanayotgan kishilar bor. Hokimiyatning chapini ostida ta'layotgan hokimiyat shu zolimning, diktatorning sayisida sayitayotgan kishilar bor. Rahat ko'rayotgan kishilar bor. Anından şunda aldımı tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha ki xalqan adamni aziz qilsa, xalqa adamni xor qilsa deganning o'zi nima desa, burun xon bo'lib yashaganlar hokimiyat o'lgandan keyin hammasi turmoq kiradi yoki eng xor odamning qatorida bo'ladi. Burun zulm qilinganlar hamda Alloh ulug' hokimiyat berganligi ularning bo'ladi, aziz bo'ladi. Ahvol shu. Bunu biz her asrda tarix qarab baqsak, her asrda ko'ryapmiz. Hokimiyat alınış turdi. Allah onun gapirdi. Bugun taxtdagilar aytsa turmada, bugun turmadagilar aytsa taxtda. Bu ahvolni qanday qilyapmiz ko'ryapmiz. Biyadikal xayr. Endi diqqat qildinglarmi-ki, oyatning 5ida mulkni berish, elish, azizlik, xorlik ikki ifoda bor. Ammo oxirgi vaqtda bir yakunlandiki, yaxshilik ilkingda. Bu şu demek ki, ba'zida bizden ba'zi narsalarning elinig'ini bizga yomon tuyulishi mumkin. Bizning qo'limizdan ba'zi nopuzlarning elinig'ini yomon tuyulishi mumkin.
Bizning moddiy mulklarimizningki qo'limizdan elinishi, boyliqlarimizning qo'limizdan elinishi bizga yomon tuyulishi mumkin. Lekin Allohning nazarida nima? Hammasi yaxshi. Agar biz to'g'ri shaklda qabul qila olsak, to'g'ri shaklda shuni hazm qila olsak, yedikel xayr. Chunki biz yillarcha Alloh bergan boyliqlar bilan xato yo'lga mangan bo'lishi mumkin. Alloh shunda qo'limizdan olgandan keyin tavba qilishni fursat so'rashi mumkin. Yillarcha Alloh bergan nufuz, huquq, podshohlik bilan, hukm bilan boshqalarni ezib zulm qilgan bo'lishi mumkin. Allohning buni o'zning qo'limizdan olgani bizga yaxshilik fursat so'rashi mumkin. Tabiiyki, erishganlar u yaxshilik deyiladi. Mulkni birilganlar, mol dunyo birilganlar. Bu yaxshilik deyil, ammo ilinganlarmi agar mush ilinishga nisbatan to'g'ri muomala qila olsa, to'g'ri ko'z bilan qaraya olsa, buning hammasi berganning va olganning hammasi biyadigal xayr. Yaxshilik bo'lib, Alloh bizga bergan yaxshilik qiladi. Bu bizning qabul qilishimizga bog'liq masala. Innaka ala kulli shay'in qodir. Insonlar nurg'un jafolarni tatidi, nurg'un tayyorliklarni qiladi. Eng oxirgi oyatdagi innaka ala kulli shay'in qodir bizga shuni da'vatidi. Voy biz bularni o'rib zulmdan qutulish uchun 50 yil ketadi deb hisoblaymiz. Voy 100 yil ketadi deb hisoblaymiz. Oyoq bularning soni degan necha milliard, biz degan necha million tan kilamaymiz deymiz masalan. Ammo masala insonlar o'tirisida mushta hisoblanadi. Insonlarning hisoboti bu. Shunga favqulodda insonlar kuch ishlatadi, ba'zida siyosiy, ba'zida askariy inqilob qiladi masalan. Mashta bir tirishchilik ko'rsa, jiq kuch ishlatadi. Ammo Alloh subhanahu va taologa nisbatan favqulodda qulay ish. Qiyin emas. Alloh bo'l deydi, bo'ladi. Ammo dunyo qonuniyati bo'yicha Allohning bo'l deyish uchun avval biz hozirligimiz bitishi kerak. Biz hozir bo'lishimiz kerak. Bizning tarbiyalanishimiz tamomlangan bo'lishi kerak. Bugungi darsimiz mushaqji bo'ladi. Darsning davomini ikkinchi soat davomlashtiramiz. Alloh subhanahu va taolo bizni Allohning kuch qudratiga nisbatan tam ishonadigan umidvor bandlardan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.